Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan hammaga mashhur bo'lgan Tesla aksiyasini tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak o'rtoqlar, Tesla aksiyasi qisqacha aytganda tushish arafasida nimagaligini hozir sizlarga texnik tahlil asosida tushuntirib beraman. Demak o'rtoqlar, bizda hozir narx mana shu kanal ichida harakatlanayotganini ko'rishimiz mumkin va eng asosiy narsa bu yerda mana bu joyda double bottom, ya'ni ikki cho'qqilik paydo bo'lgan, ya'ni mana shu patternni ishlash mexanizmini hozir tushuntirib beraman. Mana shunaqangi pattern, ya'ni ikki cho'qqilik patterni hosil bo'lganda asosan ishlab berish mexanizmi mana shu cho'qqidan, ya'ni neckline chizig'igacha bo'lgan masofada yana xuddi shuncha pastga yurib berish kuzatiladi odatda. Mana bu hozir belgilab qo'ygan mana shu chiziq aynan shu neckline chizig'i va buni buzib o'tgan. Hozir esa retest jarayonida. Ko'rib turganingizdek, balki men noto'g'ri chizgandirman. Neckline, support, resistance chiziqlari har doim nimasi bo'ladi, subyektiv hisoblanadi. Chunki men balki noto'g'ri chizgandirman. Qisqasi xullas balki bu manipulyatsiya bo'lishi ham mumkin hozirgi kundagi mana bu joyda turgan narx. Xo'p, shuningdek, mana shu retest jarayonidan xudo xolisa meni nazarimda narx pastga ketish ehtimolligi bor, shu mana shu patternni ishlash mexanizmiga ko'ra. Va bundan tashqari mana bu joyda biz imbalans ko'rishimiz mumkin. Narx keskin o'sgan va odatda mana shu narx keskin o'sgandan keyin mana shu joyi to'ldirib berish odatda kuzatiladi. Va bundan tashqari mana bu joy bizda imbalansdan tashqari yana bir qaytib kelishiga sabab bo'ladigan yana bir narsa bor. Bu mana bu support, ya'ni support zonamiz. Oldin resistance, hozir support zona bo'lib ishlamoqda. Mana shu zona bizda juda ham ключевой key level hisoblanadi. Xo'p, demak o'rtoqlar, ham demak yana bundan tashqari EMA 200 darajasi ham aynan mana shu nuqtaga to'g'ri kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Va yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. O'rtoqlar, kunlik time frame'da RSI ko'rishinglar mumkin. Mana shu trend bo'ylab pastga, ya'ni 30-darajagacha qarab yurib ketmoqda. Hozir balki mana bu manipulyatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu yana orqaga qaytib pastga yurib berish ehtimolligi katta desak ham bo'ladi. Shuning bilan meni nuqtai nazarim bo'yicha Tesla kompaniyasi taxminan 15-16% pastga tushib berish ehtimolligi bor. Undan keyin esa mana shu joyni to'ldirib bergandan keyin yuqoriga, ya'ni mana bu all time high, ya'ni eng yuqori nuqtasini yangilab berish ehtimolligi bo'lishi mumkin. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, o'zingizlarni tradingga qiziquvchi o'rtog'inglar bilan, tanishinglar bilan ulashib qo'yinglar. Izohlarda o'z fikringizni qoldiringlar. Balki men qanaqadir joylarga e'tibor bermagandirman. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha keyingi tahlillarda.